Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmoni yurtimizda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan ezgu tashabbuslarning davomi bo'ldi. Mazkur tashabbusning eng ulug', eng aziz bayramimizning 35 yilligi arafasida amalga oshirilayotganligi yanada ahamiyatlidir. Hujjatga ko'ra 264 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. Zero fuqarolik nafaqat huquqiy maqom, balki insonning o'zini shu yurtning to'laqonli va daxldor a'zosi sifatida his etishiga xizmat qiladigan muhim qadriyat hamdir. Buni ayni kunlarda ushbu baxtga muyassar bo'lgan yurtdoshlarimiz alohida e'tirof etishmoqda. Batafsil hozirgi lavhamizda. Fuqarolik inson qadri, huquqi, vatanga daxldorlik ifodasidir. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 90 nafar shaxsning fuqarolikka qabul qilinishi mamlakatimizda inson manfaatini ta'minlashga qaratilgan izchil siyosatning muhim davomi sifatida alohida ahamiyatli. Maqsad Qo'ylieva Tojikistonda tug'ilgan. 28 yildan buyon Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiladi. O'rni kelganda huquqlari cheklanishidan o'ksingani ham rost. Davlat rahbarining ezgu tashabbusi bugun uning hayotida uzoq yillar davomida kutgan eshiklarni ochdi. O'zbekistonga 28 yil bo'ldi ko'chib kelganimizga. Saylovlarga qatnasha olmasdik, tadbirlarga qatnasha olmasdik. Tojikistonga onam yo'qolgan, otam yo'qolgan, mana shularda bora olmaganman. Mana shu fuqarolik pasportim yo'q uchun. Mana bugun prezidentimizga rahmat, mana shunday fuqarolikka qabul qilgani uchun hayajonda turibman-da hozir. Vatanimizning mustaqillik 35 yilligi oldidan bizga bir katta bir mukofot bo'ldi. Quvonch bo'ldi bizga. Termiz shahrida ularga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik ID kartalarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Surxondaryo viloyati hokimligi mas'ullari, Ichki ishlar boshqarmasi mutasaddilari eng ulug', eng aziz bayramimiz arafasida fuqarolik hujjatlarini egalariga tantanali ravishda topshirdi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Bizlarga shunchalik bir ta'rifi yo'q, nima deydi, tilga ojiz bo'lgan xursandchiliklarni, sharoitlarni yaratib berdi. Biz bundan behad xursandmiz. Saylashga, saylanishga haqqimiz yo'q edi. Ba'zi bir joylarda to'siqli ishlar bo'lib qolardi. Ha, sen fuqarolik yo'qsasan, senga to'g'ri kelmaydi, sen unday qil, bunday qil degan gap so'zlar bo'lardi. Boshimizda o'tgan bu. Prezidentimizning farmoniga asosan bizlarga fuqarolik pasportini berayotgan ekan, biz bundan juda xursandmiz. Endi mana fuqarolik oldikmi, biz erkin insonmiz-da, erkin qushdaymiz. Fuqarolikni qonuniy ravishda rasmiylashtirish davlat bilan huquqiy aloqani yanada mustahkamlaydi va jamiyat birligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Albatta, bu boradagi islohotlar guvohi bo'lganimizdek ko'plab qalblar, yuzlab oilalarga ana o'sha xotirjamlikni bermoqda.